STEM laboratoriyasi o'quvchilarga bilim berishda, ularni ko'nikma sari rivojlantirishda yangicha yondashuvlarni olib kirishga xizmat qiladi. STEM ochilish marosimiga keldik va qatnashdik. Bu joyda o'sha STEM yo'nalishiga yo'naltirilgan 9 ta xonadan iborat bo'lib, hop 3 tasi robototexnologiyaga mo'ljallangan ekan. Bularni bittasi demak o'sha boshlang'ich ta'lim uchun, bittasi 15 yoshgacha bo'lgan, ya'ni o'rta yoshdagi bolalar uchun va bittasi demak o'sha 15 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan, juda chiroyli sharoitlar yaratib berilgan ekan. Gördüyümüz mərkəzdə uçuş akademiyasının başqa robototexnik otağı, kodlaşdırma otağı, VR otağı, həmçinin VEX beynəlxalq yarışlarda iştirak olunan VEX kateqoriyasına aid olan otaqlarımız var. Bura gələn şagirdlər həmin o otaqlarda məşğul olaraq, həmin o verilmiş tapşırıqlardan istifadə edərək STEM metodologiyasına əsaslanaraq bilikləri əldə edirlər və daha sonra onları tətbiq edirlər.